qabul qilganingiz bilan tabriklayman. Buyuk tariximizdan ma'lumki, vatan ozodligi, yurt tinchligi va himoyasi yo'lida jangga otlangan ajdodlarimiz Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temurning lashkarlari dushmanga qaqshatqich zarbalar berishgan. Dushmanni yurt sanqatlariga yaqin yo'latmaslikka azmu shijoat qilib, so'nggi nafas qolguncha kurashishga qasamyod qilganlar. Ahdiga vafo qilmoqlik haqiqiy yigitlarga xos fazilatlardan biri. Safga tizilgan har bir askar buni chuqur anglashi lozim. Mamlakatimiz prezidenti, Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondoni tashabbuslari bilan muddatli harbiy xizmatning nufuzini oshirish maqsadida bir askar bir kasb tamoyili asosida muddatli harbiy xizmatda o'tayotgan askarlar xizmat davrida kasb hunariga o'qitilishi